Hozirgi mazmun Word 2010 dan foydalanib bir doktorxonaniki yoki bir ambulatoriyadagi resept qog'ozini ishlaymiz. Hamda bu resept qog'ozini ishlashda oldinla bizning kallimizda plan, loyiha bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, resept qog'ozni biz odat ishlagan vaqtda ma'lum chekida bo'lsa, ama üstlük falan bugünü doktorgan sep yezilsa, onun keyinden bu yer yeni bir qurib bo'lsa, mayadın bir ikki qurib bo'lsa, mayadın ayrılsa ma'u. Mana ismi yeşil bulmaya yazdı. Ondan keyin bu yerga ermayalma cinsini maya yazdı. Ondan keyin bu o'rindan yeni asliqtib tuzatib ma'lum mazmun bo'ldi. Aslida ana bu yerda mas'ul doktor bu mana o'tirib biladi ya. Mayaga doktorning ismi keldi. Al mayaga vaqti bu mayaga yozishni shunaqa. Biz qog'ozni ma'noga ishlasak bo'ladi yoki bo'lmasa sandoq yo'nalishda mandar ishlasak bo'ladi. Biz mushohada bu yerda biz avval betni, ya'ni avval betni aylanamiz. Yemen bujuk kirib, bundan 1 metlik eng yaxshi o'lchamiz, ayrim o'lchamasizda, ya. Her tarafını 2 santimetreden şeyle. Muqimlashtirdik. Andan keyin sharodin jazosizimiz. To'stin 5 qurliq. Xo'sh. Endi bu jadvalninki ichidagi barliq mazmunlar o'ttirib kelsin. Xatlar o'ttirga o'ngdan boshlansin, uyg'urcha xat. Xatning nusxasini Elkat basındım tanıştırdı. Endi bunu qararımız zaman üstüde. Bu 1, 2, 3, 4, 5 qurgan tuqqa. To'stin. Endi biz bunu xatoy sistemiz ha. Bundan bo'lsa jadvalni o'chirib turib qaytasiz edi. To'stin 5 qur. Bu jadvalniki 10dan boshlansin, o'ttirib to'g'rilansin mazmunlari. Andan keyin xat nusxasi Elkat basından bo'lsin. Endi men ustida falan bugun o'tirgansa bo'ldi. Buni biz birlashtiramiz. Bu kadashdan talab olgandan keyin ama vujud turib kelsangiz, men ko'rdingizmi? Xirbandan yangi. Buni boshqa kadash birlashdi. Endi bu yerga mana yozib oldik. Endi bu